Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Manaki biz Abdumalikov Umid aka firmasidan chivalchang olganmiz. O'z qo'li bilan yetkazib bergan bizga. Men kam ta'minlangan oila reyestrida turganligim sabab menga ham 3 korobka chivalchang olib bergan 15 kvadrat joyga. Bu 15 kvadrat joyimiz 15 kvadrat joyga 2025-yil 17-dekabr kuni bizni uyimizga yetkazib, mana shu 15 kvadrat joyga qo'yib bergan edi. Hozirgi paytda bu 60 sm balandlikda bo'ldi. Bugungi chislamiz 9-aprel 2026-yil. Yonboshidan ham ozroq qo'shganman. Keyin bu yoqdan ham qo'shganman. Bu yog'i 24 kvadrat. Molxonani ichida ham bor. 15 kvadrat joyga qo'yib bergan 3 korobka banan yashikdagi chivalchangimizni men hozirda 56 kvadratga ko'paytirganman. 56 kvadrat joyga men tashladim buni. Yana qo'shimcha qo'shganman-da. O'sha 17-dekabrda olingan chivalchanglarni mana shu tarzda ko'paytirib, menga zaxiraga ham qo'ygan go'narimiz bor. Baraka topsin, biz norozi bo'layotgan joyimiz yo'q. Agar kattalarimiz ko'rsa, mushkulni oson qilib bersin, ertaroq biz ham sotaylik buni. Endi bizga shuncha yaxshilik qilib, yetkazib berib, bizni tadbirkorlikka jalb qilibdi ekan. Endi iloyim bu insonning ham mushkulini oson qilsin. Rahbarlarimiz eshitsa, ko'rsa, xudo xolasa. Mana ayollar qila olmaydi, buni yetishtira olmaydi. Bu faqat erkaklarning ishi degan gaplarni ham eshitganmiz. Lekin uddalasa qilsa bo'lar ekan. Men ham yolg'iz onaman. 2 farzandim bor. Shularni kelajagi uchun harakatdaman. Harakatda charchamayman. Manaki men ham qilyapman, xudo xolasa buni ham sotsak. Men ham ertaga bolalarim kelajagi uchun bu joylarni yanada kattatsam, daromadga chiqsam degan maqsadda qilganman. Xudo xolasa hamma maqsadlarimizga erishaylik. Eksport bo'ladi degan gaplar ham bor. Xudo xolasa eksport bo'lsa daromadga chiqardik. Bu yerda norozichilik bo'layotgani yo'q. Bizda aldab bermagan. Manaki hozir qayerni kavlasak ham chiqadi. Bijillab chiqadi mana. Chivalchanglar juda ham yaxshi. Manaki qayerni kavlasak ham chiqadi. Unday aldab korobkani o'zida go'ng tashab ketmagan. Bu ko'p, chivalchangi ham ko'p. Ko'p bo'lganligi uchun men ko'paytirganman bu narsani. Juda ham xudo xolasa u taraf ham 3,5-4 oyda shunaqa ko'payib ketadi ular. Bu yoqdan o'zim ozroq qo'shganman, xudo xolasa. Bu chivalchang holatida sotaman mahallaga degan maqsadda ozroq qo'shganman. Buni hisobga olmay aytayapman men sizlarga. Bu yog'i 15, bu yog'i 24, u yog'i 17 kvadrat. Shuncha joyga ko'paytirdim, alhamdulillah. Hammasi yaxshi.